2019-yil Cobalt marhamat. Kraska qayerda bordi? Kapot krilosida ichiga o'tmagan. Qaysi kriloda? Ikkita krilomi? Ha, 2 krilo ham. Bittasini yarmida bor, bittasi to'liq. Kraskalangan kapotida bor. Ikkita krilo. Usultil o'zidan kapot ikkita krilo bo'lgan. Motor xodimlari yaxshimi aka? Javob. Gazi metanmi? Metan 3-pokoleniyada. 1.5 motorda. Tak, Zavadskoy diska balonlar bo'lyapti. Bu ikkinchi paysan bu. Mexanika. Tak. Metan gaz. Aşağı zorqasi. Mana bu yerda kangina vakuum qiladigan joy bor ekan. Qadovlar yaxshimi aka? Polik chixol, mashina mexanik korobkada, metafonlar o'zidan. Yurgani qancha edi? Yurgani 196 ta havo yurgan. 196 ming kilometr o'zini yurgan. Nech pul ekan aka bu? 8700. 8700 dollar so'rayapsiz. Arzon bo'ladimi, kelishamizmi? Kelishamiz. Bank ham chiqarib beradi. 8700 8700 kami. 8200 ga beramizmi? 8200. 8 da o'ziga. 8300 bo'lsa bank ham chiqadi. 8300. Yil nechi? 19. 19 bank chiqarib beramiz. Telefon raqamingizni bering. 91lik 91 315 315 88 51. 88 51. Bank qanday chiqarib beramiz aka? Bank kartona yarmini 50% chiqarib beradi. Kartonadan. Do'stlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugungi videomizda sizlarga Cobalt Nexia 3 lardan bo'ladi. Ya'ni video tayyorlaganmiz, tomosha qilinglar. Ichida azonlari ham bor, pachkasi ham bor, xullas avtokreditga chiqadigani ham bor. O'zimizning avtosalon yonidaman hozir. Bu yerda ham Cobaltlarimiz bor do'stlar. Video davomida bu yerdagi avtomobillarni ham qo'yganman. Tomosha qilinglar. Xullas, albatta like bosinglar, qayerdan ko'ryapsizlar yozib qoldiringlar. Albatta harakat qilaman barchangizga bitta javob yozishga. Mashina kerak bo'lsa, bozordan topa olmasangiz, o'zimizning avtosalonga ham kelsangiz bo'ladi, sotuvchimizga. Naqdga, avtokreditga mashina qilib beramiz. O'zimizda bo'lmasa, boshqa yerdan topib berishingiz mumkin. Xullas, like bo'lsangiz, boshladik do'stlar. Qayerdan ko'ryapsizlar, albatta kommentariyada yozinglar. Do'stlar, marhamat. 21-yil avtomat korobka Nexia 3imiz. Xo'p, kraskalari toza. 85 ming kilometr mashinamiz yurgan. O'zimizning avtosalon turibdi, sotuvchimizda. Xo'p, oldin aytaman, 1550 dollar bilan avtokreditga ham olishingiz mumkin. Balonlari yaxshi holatda, diskalar Cobalt avtomat korobkasidan turibdi mashinamizda. Propan 4-pokoleniya gazi bor. Kraskalari aytganimizdek toza mashinani. Salonni bitta ko'ramiz. Pulti bor aytgancha. Mana salonni ichi. Polik, chixol hammasi bor. Avtomat korobkadan mashinamiz, ana orqasi. Keling kapotni ham o'rdan ko'rsataman. 4-pokoleniya propanda. 1.5 motorda. Motorni yuvmaganmiz, chunki motorni yuvishsa pachemlik bilan qayerdadir ovoz chiqadi, Nexia 3 larning nimasi bor, shuning uchun motor yuvilmagan. Xullas, mashina narxini 10 ming so'rayapmiz, bo'lishini 9800 dollar qilib beramiz. 1550 dollar bersak agar avtokreditga chiqadi. 4 million 100 ming so'mdan shunaqa to'lov. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilamiz. 3 ya'ni 88lik 3 97 79 nomerga telefon qilasiz yoki 88 3 10 20 nomerga telefon qilsangiz agar kelishtirib, ya'ni bolalar yana pulni tushuntirib berishadi. Naqdga, avtokreditga mashinani sotamiz. Do'stlar, endilikda siz nafaqat bozordan, balki o'zingizning avtosalonidan ham avtomobil sotib olishingiz mumkin. Gentra, Cobalt, Damas, har xil turdagi avtomobillarni naqdga va avtokreditga sotuvchi avtosalondan, ya'ni o'zingizning avtosalondan sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari sizlar uchun mashina bozorda ham joy ochganmiz. Bozor kuni ham siz bemalol bizlarning oldimizga kelsangiz agar, sizga bozorning o'zidan ham yaxshi mashina topib beramiz. Avtokreditga, naqdga farqi yo'q. Siz xohlagan avtomobilni o'zimizning avtosalondan chiqarib bera olamiz. Bizda bo'lmagan taqdirda esa yaxshi avtomobillarni topib sizga olib kelib bera olamiz. Avtokreditga olmoqchi bo'lsangiz, bitta pasport kifoya do'stlar. Barchangizni sotuvchi avtosalonda kutib qolamiz do'stlar. Pastda nomerlar qoldiraman. Sizga qiziq bo'lgan savollarni bersangiz,
menejerlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi. Masalan, Samarqand shahar Isuzu zavodiga borishda o'qildi, ya'ni Erkin savdo tomonidan Isuzuga borishda o'qildi bo'ladi. Barchani sotuvchimiz avtosalonda kutib qolamiz. 2017 yil ekan do'stlar, marhamat. Nexia 3. Xo'p. Avtomat korobkada bejiviy salonda bo'lyapti mashinamiz. Delfin rangida do'stlar. Bunaqa chiroyli Vossen diskalar taqishgan. Mashinamiz orqasi. Parktroniklar bor ekan, zadniy stollar o'zidan заводской. Kraska petnosi bormi buni? Yo'q, вообще yo'q. Toza. Toza. Probegi 127 ming bo'ldi. 127 ming kilometr mashinamiz yurgan. Salonni ichi bejiviy salonda. To'liq chixol o'zidan заводской. Xo'p, mana mashinamiz orqasi. Avtomat korobka, magnitofonlar o'zidan. Motor qadroli yaxshimi? Sotka. Tak, 4-pokoleniya propanda ekan. Metan. Metan. Nech pul ekan? 8,5 deb kanka kelishtirib beraman. 8,5 ming dollar deyapmiz. Kelishsak qancha bo'ladi? 7900 ga beraman bozorga, 8100 bo'lsa beraman. 7900 ga beramiz. 8 ni o'ziga beramizmi? 8100 bo'lsa beraman. 8100 oxirimi? Ha. Oxiri 8100 ekan. Telefon raqamingizni bering. 90lik. 90 250 250 1100. 1100. Marhamat, navbatdagi Cobalt'imiz 2023-yil oq rangda. Xo'p, avtomobil yurgani 64 mingmi qancha edi o'zi ko'ramiz. Заводской uzun diska balonlarda bo'lyapti. Mana salonni ichi 61 ming kilometr mashinamiz yurgan ekan. Chixollar заводской uzniki, mashinaning poliki bor. Magnitofonlar o'zidan. Mana mashinamiz orqasi. Benzindan mashina, gaz qo'yilmagan. Keyin motor yonidan ko'rsataman. Bu 5 li motorda 4-chi ABS'lari bor. Mashina benzinda. Xullas, mashinamizga ham 12 ming so'rayapmiz. 11800 dollar bo'lishi narxiga berib beramiz do'stlar. Avtokredit ham bo'ladi. Hop, 1800 dollarlar atrofida chiqib qoladi. Yana telefon qilsangiz yana batafsil ma'lumot beramiz. Do'stlar, oylik to'lovlari hammasi haqida. 88lik 300 97 79 nomerlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumot berishadi. Avtokredit bo'yicha ham bemalol savollar berishingiz mumkin. Mana 22-yil ekan Nexia 3'imiz. Akmal akaniki. Aha. Xo'p. Probeglarimiz 15 ming. Aha. Propan gazi bor, mashina urilgan kraska joylarga javob. Kraskasi-chi? Kraskalar toza radnoy turibdi mashina. Gazi bormi? Gazi bor, propan tabletka. Gazi ham bor ekan, mana motorni ko'ramiz. Hammani esa radnoy o'ziniki turibdi. Salon qanday chiqargan shunday turibdi. Aha, 4-pokoleniya bular. 4-pokoleniya. Ekonomizeri bor ekan. Motor hadovalarda kamchilik yo'qmi? Yo'q, yo'q. 15 ming kilometr bosib o'tgan masofasi. 15 ming kilometr yurgan. Shunday. Buni mashinamiz bemalol tekshirib olsak bo'ladi. Bemalol, xohlagan joy. Yil. Eng oxirgi varianti. Mana bagajlarni ham ochaman, ko'ringlar. Propan gazda mana. Aha. Любой ustoga borib tekshirib olamiz, ha? Xohlagan ustoga, xohlagan proverkasi. Salonni ichi chixollar o'zidan, avtomat korobkada, magnitofonlar o'ziniki заводской. Xo'p. Ana endi bitta narxini aytingchi. Qancha qilib berasiz? Narxini 11 ming so'rabmiz, kelishtirib beramiz. Mashina yangi. 11 ming so'rayapsiz. Yaqinroq turing, Akmal aka. Mana. Nech pul qilib berasiz? 10800 bo'lsa beraman. 10800 yani tushamizmi? Kelishamiz. Agar naqd bo'lsa kelishamiz yana. 10,5 mi? Qanaqa? Yo'q, 10,5 emas, 10700 naqd bo'lsa berib yuboraman. Sizni qidirib kelsa, tanib kelsa qancha qilib beramiz? Naqd bo'lsa 10700, variant desa variantni ham kelishaman, avtokredit desa avtokreditni ham qilib beraman. Mana bu masalan, Akmal akani qidirib kelaverasizlar. Telefon raqamingizni ayting. 91lik kod. Aha. 535 Xo'p. 0235. Telefon so'raysizlar. Marhamat, Cobalt avtomat korobka, ya'ni bez diska variant chiqqanidan 2023-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Kraskalari toza, 25 ming kilometr mashinamiz yurgani. Tak. Avtomat korobkada 4-pozitsiyada
Eshikni yopib qo'yibmiz-ku. Mana bu yerdan ochamiz. Salonni ichi polik, chexol, avtomat korobka. Bu salonlarning ichi. Mashinani gazi yo'q. Mashinamiz benzinda. Mana ikkinchi tomoni. Salonni ichi do'stlar. Salonni ko'rsatdik. Motorlarni ko'ramiz. Mashina aytgancha o'zimizda avtosalon yonida turibdi. O'zimizniki. 1.5 li motor, benzinda. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa agar mashinamizni $12,000 so'ralyapti. Kelishamiz. $11,700 beraveramiz akalar. Kimga qiziq bo'lsa agar telefon qilasizlar. 3 10 20 nomerlarga telefon qilasiz yoki 88 lik 3 0 97 79 nomerga telefon qilsangiz agar batafsil ma'lumot berishadi. 2023-yil do'stlar, marhamat. Cobalt avtomat korobkada. Bu qancha yurgan? 31,000 kilometr yurgan. 23. Kraska toza. Gazi? Bittagina petnochasi bor kichkina. Bitta petnocha bor. Gaz qanaqa? 4-pakalini propan. Propan 4-pakalenida. Aha, yumshoq balon taqilgan ekan mashinaga. Avtomat korobka Cobalt. Tak, propan gaz, mana tabletka propan gazda. Buni bagaj tushiramiz. Mashinamiz oq rangda ko'rib turganingizdek, salonni ichi polik, chexol, avtomat korobkada. Xo'p, motorni bitta ko'ramizmi? 1.5 li motorda 4-pakaleniy propan ekan. Bunga qancha so'rayapmiz? Nech pul so'rayapsiz? 11,800. $11,800. Kelishamizmi? Kelishamiz. 11,000 qancha? 400 mi? Kelishamiz, telefon qilaversin aka. Nech pullarga beramiz qayerga? Bitta O'tib beramiz xayr aka. 800 danmi? Ha. 600 mi? Kelishamizda, hozir o'tib beraman. Xullas, kelishamiz ekan. Bu degani yana arzonroq qilishingiz mumkin. 11,800 dan kelishamiz. Telefon raqamingizni bering. 95 lik 95 224 224 18 13. 18 13. 23-yil Cobalt. Cho'qir rangda bo'lyapti, avtomat korobkasi. Gazi qanaqa edi? 4-pakaleniy metanda, kraska kapotda bor, ha? Kapotda faqat. Xullas, Yuzak sepilgan. kapotni yuzida sepilgan. Qolgan joyi toza. Top-toza. Probeg qancha ekan buni? Probeg 27,000 yurgan. 27,000 kilometr. Diska balonlar zavodga o'zidan cho'qqor rangda. Orqa oynasi tonirovkada. Zavodga o'zini zadniy stopi. Mana mashinamizning ikkinchi tomoni. Salonni ichi marhamat do'stlar. Polik, chexol, avtomat, monitor. Motor hadolar yaxshimi aka? Motor hadolar zo'rmi? Aka kalit tegmagan, yangi. Salonni chiqqan qanday tushunadi? Nech pul ekan? Yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Nech pul ekan? 11,800 damiz kelishtirib beramiz. $11,800 so'rayapsiz. 11,400 bo'lish. 200 ekanda, 200 ekanda. 300 ga berasizmi? Naqd qilib beraveramiz. Nechinchi yil? 23 23. dekabr. Telefon raqamingizni bering. 97 lik 97 766 766 87 70 87 70. Qancha urgandi? 27,000. 23-yil do'stlar, marhamat. Avtomat korobkada diska balonlar zavodga o'zidan. Kraska petnos bormi? Top-toza, petno ham yo'q, ha? Hop. 1.5 li motorda 4-pakaleniy metan. Mashinamizni yon tomonlari marhamat. Salonni ichi polik, chexollar mana yaxshidan taqishgan ekan. Monitor 90,000 yurgan ekan aka. 90,000 kilometr mashinamiz yurgan.
Bu narxi qancha ekan? 12.200. Kelishamizmi? Shunday kelishamiz. Necha pul qilib berasiz? Naqd bo'lsa. So'rasam kelishamiz. Kraskasi 11.000 qancha? Yarimmi? 700 mi? Ha, telefon qilsa gaplashamiz. Xullas 12.200 so'rayapmiz, telefon qilib gaplashamiz, ha. Telefon raqamingizni 91 537 7802. Do'stlar, marhamat. 2022 yil ekan. Kraskasi bormi? Top toza. Gaz 124 ming yurgan. Gazichi? Propan gazi bor. Tushunarli. Mana bu diskalar qo'yilgan. Yumshoq balonlari bilan. Mashinamiz orqalari zadniy stoplar. O'ziniki zavodskoy bo'lyapti. Salonni ichi marhamat. Pollik, chexol, avtomat korobkada, monitor. Va mashinamiz orqalari do'stlar, marhamat. Burubeshli motorda 4-chi pokoleniy propan bo'lyapti. Motor hadovali yaxshimi aka? Zo'r. Kraska umuman yo'q. Kraska umuman yo'q. 124 ming yurgan. Shumkasigacha bo'lgan, mechkar pullar. Shumkachaga bo'lgan. Necha pul so'rayapsiz? Registrator bor. 1200 so'rayapti. 10200 dollar so'rayapmiz. Qancha qilasiz? Naqd bo'lsa. 10 ming bo'lsa beramiz. 10. Yana tushamiz. Naqd bo'lsa yana tushamiz. 9900. 9900. Telefon raqamingizni 99 99 124 124 124 41 43. Do'stlar, marhamat. 2015-yil Nexia 2 ekan. Mokriy asfalt rangida bo'lyapti. Kraskalari bormi? Kraskasi kapot bilan krelosida bir tarafida sepilgan, o'slintir o'ziniki. Qaysi kriloda? Shofyor tomon. Shofyor tomon krilo bilan kapot sepilgan. Shunday. Lux konditsioner. Lux konsert. Hamma joyi ishlaydi. 10 to'rli diskalar, bitta kapot tushiraylik. Mana mashinamiz. Nexia 2 do'stlar, orqasi parktonklar qo'yilgan. Tonirovka ham bormidi? Yo'q, tonirovka yo'q ekan. Salon. Chexol polik. Mashinamiz mexanikada, Nexia 2 ning avtomati yo'q. Magnitofon o'zidan zavodskoy. Motor qanaqa edi buni aka? Motor gibrid. Gibrid. Qo'ymang. Uni tushirib qo'yamiz. Konser ishlaydimi? Konsert ishlaydi. Necha pul ekan? 5300 so'rayapmiz. 5300 dollar so'rayapsiz. So'rayapmiz. Arzon bo'ladimi? Kelishamizmi? Arzon bo'ladi, kelishtiramiz. Naqd bo'lsa qancha? Naqd bo'lsa oxiri hammaga aytay 4800 bo'lsa oxiri naqd keladi. 4600. 4800 chunki 750 ni ko'rdida. Bo'lmadi. 4800 dollar ekan. Oxiri qadar. 2015. 2015 Lux konsert, to'rtta pachka balon, chexol yangi, polik, metan gaz 90 talik temir yangi balon. Telefon raqamingizni Tak. 91lik 91 555 555 66 90. 66 90.